Kunlar sovishi bilan ko'pchilik qo'lqoplar kiyishni boshlaydi. Aslida qo'lqoplar uzoq tarixga ega ekanligini bilasizmi? Olimlar qo'lqoplarning paydo bo'lishini miloddan avvalgi 10-18 mingyilliklar bilan bog'lashadi. Birinchi qo'lqoplar juda egzotik ko'rinishda bo'lgan. Masalan, Misrda ayollar qo'llarini iflos qilmaslik uchun bilakka bog'langan sumka shaklidagi qo'lqoplardan foydalangan. Eng qadimiy qo'lqoplardan biri arxeologlar tomonidan 1922-yilda Tutanxamon qabrini qazish paytida topilgan. Firavn qo'lqopida barcha barmoqlar ajratilgan bo'lib, ko'proq zargarlik buyumlarini olib yurish uchun ishlatilgan deya taxmin qilinadi. Qadimgi Misrda qo'lqoplar egasining ijtimoiy mavqeini ko'rsatish uchun xizmat qilgan. Misol uchun, firavnlar o'zlarining yuqori mavqei ramzi sifatida qo'lqop kiyishgan bo'lsa, ayollar qo'llarining go'zalligini saqlab qolish uchun qo'llariga asal va xushbo'y moylar bilan ishqalab, ustiga yupqa ipak qo'lqop kiyishgan. Qadimgi yunonlar qo'lqoplarni faqat kundalik yumushlarni bajarayotgan vaqtda kiyib yurishgan. Ammo qadimgi Rimda deyarli hamma qo'lqop kiygan. Rimliklar qo'llarini issiq ovqatdan himoya qilish uchun ham qo'lqoplardan foydalanishgan. O'rta asrlarda qo'lqoplar yanada ommalashdi. Temirdan yasalgan jangchilarning qo'lqoplari, ovchilar uchun charm qo'lqoplar paydo bo'la boshladi. Shohlar va ruhoniylar kumush, oltin va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan qo'lqoplar kiyishgan. O'rta asr ritsarlari hayotida qo'lqoplar alohida rol o'ynagan. Yuzga tashlangan qo'lqop dahshatli haqoratni, so'ngra duelni anglatardi. Xonimlardan olingan qo'lqop esa muhabbat belgisini bildirgan. Bugungi kunda qo'lqoplardan nafaqat sovuqdan asrovchi, balki umumiy obrazimizga jozibadorlik beruvchi aksessuar sifatida foydalanishimiz mumkin.